Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilari do'stlar. Bugun navbatdagi reklamamiz 9-fevral kunisi Tiko bo'ladi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Holati cho'tka ekan do'stlar. Mana haydab ko'rdik, holati zo'r. Sizlar ham kelib bemalol haydab tekshirib keyin xarid qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, 2001-yil narxini oldindan aytib o'taman. 18 million so'm ozgina kelishib beramiz. Cho'tka holatda. Kelasizlar, haydab tekshirib olaverasizlar. 4 ta paket balon ham qo'yilgan ekan. Hozir videoda ko'rsatib o'tamiz. Görüşünüz mümkün. Holati zo'r. Balon holatlari ham mana 4 tane paketinden balon qo'yilgan. Salon holatlari ham zo'r. Elektrikdagi hozir yaqin nasib ko'rsataman. Kamchiligi yo'q. Bemalol olib haydasangiz bo'ladi. 239 ming kilometr yurgan ekan. Xohlasangiz generalni beramiz, xohlasangiz oformit qilib ekitishingiz mumkin. Oynalari knopkada tushib chiqadi ekan, aldi arkasi ruchnoy misrobka bo'ladi. 2001-yil motor holatlari zo'r, 1 gram optol yemaydi. Motorlari yaxshi holatda, soz holatda turibdi. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar, videoni Tiko izobaga tashlab qo'yamiz. Ekranda pastda nomer turadi, bemalol bog'lansangiz bo'ladi. 18 million so'm salgina kelishib beramiz.